Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi? Ha, keldim. Yaxshimisiz? Olib keldingizmi aka? Olib keldim. O'zingchi? Olib keldim, shu etgan bitta qog'oz ko'kadan aka. Bo'ldi. Aka, qimmat bo'lib ketibdimi? Uka, bu yangisidan. Kayfi ham puliga yarasha. Kayfi zo'r bo'lsa bo'ldi, puldan qochish yo'q aka. Bo'l, qani? Mana. Bo'l. Yengisi ekan. Aka. Manga qara uka. Sen buni kayfini ko'r. Yana bormi deb orqamdan yugurib qolasan hali? Ko'ramiz aka. Ko'r. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi, zo'r. Tinchmisiz? Rahmat. Charchamasdan? Rahmat. Qalay ketyapti? Yangisi uchayapti-ku. Voy. Shep o'zamlar? Kayfiyatini ko'tarib chiqdim-ku. Manam bir kayfiyatlarni ko'tarib chiqay. Omon bo'ling. Assalomu alaykum, shep. Hormay. Va alaykum assalom. Keling. Hormay, shep. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, taqsir. Keldik, shep. Ali yangisini-chi juda so'rashyapti. Bozori chaqqon. Endi bizni davrimizda yoshlar ham kayf qilib yashasin deyman-da. Qo'ymaysiz. Amini olib qo'ying, shep. Shu kelishlaringiz zo'rda sizni. Kelishlaringiz zo'r, buni qarang. Buni qarang. Siz ertaga bir xabar oling. Bundan ham zo'rini olib kelib qo'yaman. Albatta kelaman, shef. Yaxshi boring. Hop, shef, rahmat. Kelaman albatta. Kelaman. Onasi nima gap? Nima? Hop. Hozir yetib boraman, hozir. Assalomu alaykum. Doktor, o'g'lim nima qildi? Qo'l oyog'i butunmi? Sizlar ota-onasimisizlar? Ha. O'g'lingiz katta miqdorda psixotrop dori qabul qilgan. Nima deyapsiz? Bo'lishi mumkin emas. Yaxshiyam vaqtida xabar berishibdi. Bo'lmasam oqibatini gapirishga tilim bormaydi. Meni bolam unaqa dorilar iste'mol qilmaydi. Gapirsangiz-chi, nima indamay turibsiz? Turib dori dedingizmi? Ha, ming afsus. Hozir mana shunaqangi dorilarni daromad ilinjida yoshlarga sotadiganlar ko'payib ketdi. Doktor, bolam sho'rlik hozir yaxshimi? Hushi o'zidami? Hali hushiga kelganicha yo'q. Lekin xavotirli joyi o'tib ketdi. Sizlar ko'rib chiqishinglar mumkin. Faqat yelkaga xalat tashlab yuboringlar. Rahmat. Mayli. Rahmat. Xo'p. Bolam bechoraning yotishini qarang. Dadasi. Qaysi padaringga la'natlar sotarkan bunaqa dorilarni? Uyingga o't tushsin hammangni. Shular farzandlari yo'qmikin-a? Bolamga qaytib qoladi deb nahot qo'rqishmaydi. Kazzoblar. Noinsoflar. Vijdonsizlar. Keldik, shef. Ali yangisidan so'rashyapti. Bozori chaqqon. Endi bizni davrimizda yoshlar ham kayf qilib yashasin deyman-da. Men ularni Xudoga soldim, dadasi. Mana ko'rasiz. Hali ularga Xudoim ko'rsatib qo'yadi.
ko'rsatib qo'ydi ham onasi. Mana ko'rsatib qo'ydi. Ey Xudoyim, ko'zimni ochding. Tavba qildim.